Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yangi bir qatimliq ochiq suhbat programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, bugun studiyamizga qimmatlik bundan burun bir qancha qatimlab suhbatlarda huzurlarda bo'lgan hurmatli mehmonimiz Uyg'ur ziyolisi Shveysariyada yashayotgan Nabijon A'loni taklif qildik. Ko'p rahmat aytamiz, qimmatli vaqtini chiqib kelganingiz uchun. Qadrli televizor ko'ruvchilarimiz, bugungi suhbat programmamizda yana shu Xitoyninki vatanimizda elib berayotgan tajovuzchiliklardan birini har qatimqidek yangi chiqayotgan bu tajovuzchiliklarni so'zlab o'tamiz. Bevosita mavzuga kiraylik. Hurmatli Nabijon, hammamizga ma'lum Xitoy tajovuzchilari vatanimizda elib berayotgan siyosatlari kundan kunga inson aqli qabul qilmaydigan darajada har xillashib saranglarcha siyosatni elib beryapti. Bugun kuchimizning yetkinchi, vaqtimizning yetkinchi bir qancha mavzuga to'xtalsak, eng oxirida shu necha haftadan buyon vatanimizda har xil voqealar chiqib, uning qarshi Xitoylar cho'ng tushib ketganligini bildirib, Ammiyada, Xotan, Qashqa, Urumchilda aybi ko'rsatish manevri elib borgan bo'ldi, xalqqa tahdid ishiltish manevri elib borgan bo'ldi. Uning oldidan shu Xitoy bundan burun necha yillardan buyon bo'libmi Chunchonga kelgandan keyin shu Uyg'urlarniki til jihatdan bo'lsin, har xil qo'shmoq tuqqan siyosiy sizlarga o'tkazdik bu mavzu suhbatlarni. Shu bizning tilimizni, ana tilimizni yo'qotish uchun yillardan buyon siyosat elib berayotganda. Har qatim buni e'lon qilgan vaqtida, buni ijroatini elib borgan vaqtida bu davlatni ilgari surishimiz kerak, qo'sh til bu degan bu ism bilan tilni yo'qotish faoliyati elib berayotganimda. Maqtim bu atalmish 18 moddalik nima e'lon qilgan vaqtida bevosita ochiq oshkora o'qituvchi o'quvchilarning mingisini tozalash nimasi degan bu iborani ochiq oshkora ishlatadigan bo'ldi. Bu 18 turlik moddalarni to'rlarda bo'lsin, ijtimoiy uchurlarda bo'lsin, hali keng tarqaldi millatimizning ichiga. Buning ichiga albatta moddada birdan o'qib yurishimizning hojati yo'q. Xalqimiz uzun bir anglagan masalalar ko'pinchisi, ammo bu qatnimqi bu moddalarning ichida burun qism bakrak ochiq oshkora yolg'on ishlatilgan takdirda nima ish qila oladigan men shunday xoliqni qilaman. Yani sizning aqling qabul qilmamdi endi. Yani hech bir jinoyat yo'q, ammo eng oddiysi ozroq pullar bo'lsa-mu shu hamda alayda bir insonning puldor bo'lib qolishimi yoki bir o'qimishlik bir ziyoli bir diniy oiladan bo'lib qolishimi tamamen shu qora chekit urilgan, shunda asabiylikning doirasiga kiradigan kirgizib qo'yilgan. Shu darajada bir tragediyalik bir xil vaziyat elib berilyapti. Xitoy ham bu faoliyatlar bilan, bu siyosatlar bilan nima ish qilmoqchi? Xalqimiz bu holatdan qanday qochib qutulish kerak, qanday bir chiqish yo'l tepish kerak degan mavzularga to'xtalsak, undan keyin Xotan bo'lgan voqea va vaqtimiz yetsa bu ayib ko'rsatish yo'lini elib olsak, shundan boshlasak. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Avval ko'rganlarimizga, har biriga Allohning güzel salamı, rahmeti, mağfirati bo'lsin deyman. Anondan keyin bu programmalarga taklif qilganingiz uchun yana bir qator rahmat aytaman. Chunki bizlarning mana shunday o'zimizning ko'z qarshini fikirlarimizga har birlarining so'rini hozirlab berish bilan bizim xalqimiz bilan o'rtaq holatda o'zimizning tushunganini, bilganini o'rtaqlashishni loyiq ko'ramiz. Hem de biz bu kesbinin ehli veya ki biz bir doktorluk kalbimiz uygun bir unvanımız bulmuş mu? Ama özümüzden düşüngenini, his kılığımızını, halkımızdan his kılıvatkalığını müşahede özümüzden zağırtılı boz mu? İfadeleşki tırışımız. De böyleyim inşallah. Hem de Xitaylarning bu adam kadar 18 türlük olsun, yargımız 9 türlük olsun, her türlük nizamlarını kankuşada mevcut şirket namıda tarqıtışı bu Xitaylarning tunji qitimliq emas. 2014 yılı Qarmay şehrida bir 10 moddalik bir narsa tarqalgan. Bunu biz xabar qilib ishlagandik. Demak, buningda nima degan mazmunlar bor deganda, uningda bolalarning namoz o'qimaslik, huquqlarni ana keyin yurishtirişi, yalg'iz chekmaslik, anondan keyin islomiy holatda kiyinishni cheklagan. Bu shaklga tadbirlar bo'tdi. Anondan keyin deganda bu daqiqadan chiqqan farqli qilmaganda bir-birini nazorat qilish shakli. Masalan,
o'qituvchi o'quvchilarni nazorat qilish, ularni bu jihatdagi nuqul oldi ularning bolalarni tarbiyalashga natija emas, faqat bolalarning siyosiy jihatdagi bularmi diniy ko'z qarashi, oilasida qanday diniy ko'z qarash, oilasidagi ota-onasining namoz o'qimasligi, uning da'vat qilish qilmasligi, uydagi janoz, uydagi dada-onasining ijtimoiy munosabati, diniy tusdagi kishilar bilan yoki diniy tusni olgan so'z harakat, sharkatlar bilan aloqasi bormi yo'q degan shaklda, ya'ni bir-birisiga josuslik shaklida, bir-birisiga qaranchiq shaklida mundaq talab, ya'ni o'tirib qo'yayotganlar aniq oshkor. Masalan, o'quvchilarning shunday diniy tusga ega, ilmiy jihatda millatlar ittifoqligiga daxl qiladigan sharkatlarda bo'lsa, darhol munosabatga chiqishtirish, fosh qilish. O'quvchilarning uchun siyosiy jihatdagi mushuni, hattoki bu da qish ta'tili yilligimiz uchurimizda bütün o'qituvchilarga belgilab berdik. Masalan, bir sinfda 30 o'quvchi bo'lsa, 3 o'qituvchiga ondan oilaga ziyorat qilish hamda ota-onalar bilan ta'tilda bolalarni uyga vaqtida to'xtamagan nizomlarni qo'yib qo'ydik. Buningda nima deyotgansiz? Asosli 45 turlik, muaylik turlik bilim bor. Buningda eng asosli bolalarni ta'tilda sizning qo'lingizda qoldi. Birinchi bolalar namoz o'qimasligi kerak. Namozga o'qishga da'vat qilmasligingiz kerak. Endi milliy bo'lginchilikka, millatlar ittifoqiga daxl bo'ladigan sharkatlarda, so'z harakatlarda va yaxshi ta'sir o'chirmaslik kerak. Yani cho'qim Xitoyning partiya siyosatini qo'llaydigan, quvvatlaydigan maydonni hozirlash kerak. Deganga o'xshash shartlar bilan anan degan ota-onasiga qo'l qo'yishi, o'qituvchilarni o'zaro qo'l qo'yib bolalarni ota-onasiga topshirib bergan. Shuningdek, anan keyin yana bir ansiraydi g'ayri cho'qim bolalarni qaralik holda, masalan, oilaviy chet elga chiqib qoladigan yoki o'qib ketadigan ish bo'lib qolsa, masalan, maktabda shu o'qituvchining yillik mukofoti va butun maktabning yillik mukofotini tashiydi. Buni bilan chambarchas bog'lab, haliqi o'qituvchilar jazo ko'rish emas, butun maktabdagi o'qituvchilarni bog'lab jazo ko'rishdi. Jismoniy jazolash. Jismoniy jazo ko'rish orqali qanday qilgan deganda, aning ro'yi bisim shakllantirilgan. Sening sababidan biz mush mukofotdan qo'rqib qoldik deydigan mundaq bisimni shakllantirish, holatini shakllantirish. Demak, nima deganda chetib jazolash, chetib bisim hosil qilish. Demak, o'qituvchi buni bilmay qolsa, yana bir o'qituvchi o'zining manfaatini o'ylab bo'lsa, chiqishtirib qo'ysa, yoki fosh qilib qo'ysin bu harakatlarni degan shaklda. Yoki shu bir-birisiga mushaq shaklda bir-birisiga ziddiyat bo'lsin bu. İttifoq bo'lmasa, dushmanlikni, norozilikni o'zining ichidan ko'rsin, hukumatdan ko'rsin. Mandaq shaklda shirkat ilib berayotganlikka aniq o'ttirdi. Xo'sh, shunga xalqimizning masalan namoz o'qib qilib yoki bo'lmasa men sababli namoz o'qib tutilib ketgan bo'lsam, meni urg'it qildirim. Va mush namoz o'qimasa bo'ladi, mush qilmagan bo'lsa, mush ish bo'lmaydi deganga o'xshash norozilikni mendan ko'raman. To'xtab turing, men namozni o'qib buni tutgan kim o? Bu Xitoy tajovuzdir deydigan ma'vo nuqtadan burumlab o'zaro ko'rishga, o'zaro ziddiyat shaklda elib berayotganligidek narsa. Demak, nima deganda maktabda shu. Masalan, bir o'quvchilar nazorat qilish, o'qituvchilarcha o'quvchilar nazorat qilish. Bolalarning yetilayotgan ma'rif maktabda ularga bir narsani bildirish o'qitish emas, ularning siyosiy jihatdagi maktabga to'liq kirishi, maktabda shu faoliyatlarga o'rlashtirgan faoliyat aktiv qatnashishi, bu bolalarning maktabdagi o'qish hayoti shu bo'lib qolayotgan. Bolalarning ideologiyasi nima? Mush bir-birimizni chiqishtirib, bir-birimizni döngab, mushta qilib bir-birimizni yaxshi chaplab, ashta yetilgan bolalar jamiyatda his qo'sha olamda bir chiqimchi bo'lib yetishib chiqilgan gapcha, bolalar maktab o'qib bitgan bolalar. Demak, nima deganda bolalarning ideologiyasi uchun mushundaq narsani singdirish. Ya'ni Xitoyning dinida qilsam, ma'lum darajada yashay olaysan, ammo unda demak o'zing bilgan unga qarshi harakat qilsam, sana chiqish yo'li yo'q. Ya maktabdan qo'llansa, yoki jazo uchraysa, degan o'xshash. Hattoki ota-onalarni chetib jazolash, anondan keyin o'qituvchilarni masalan 10-15 oylik olgan degandek har bir ta'tilda o'qituvchi damlish yo'qmi, ishi yo'qmi, uning oilasi yo'qmi, nima deganda hamma hozir mayli o'qituvchi bo'lsin, o'quvchi bo'lsin, Sharq Turkiston xalqimiz nima degan siyosiy vazifani ishlaydi. To'g'ri. Mushunda holatda vaqtida u yerda maktabda o'qib chiqqan bolalar bizga yaramli insonlar bo'lib chiqqanda Xitoy nima deganda mush shakl orqali bizni-cho yana nadam qildirish. Yana-cho mushunda ichki ziddiyatga to'lgan shaklda-cho bir muhit yaratish. Demak, Xitoy maktablarida unday shular oltamda degan unday bo'lmoqliq. Normal o'qish, har sohadagi narsalar to'liq,
planlı şekilde terakki qilib rivojlanadi. Ammo Uyg'urlarning cho deganda mayli o'quvchilar bo'lsin, mayli o'quvchilar bo'lsin, helidan heliga siyosiy yig'in, helidan heliga cho kuruz, helidan heliga cho minusni yuvish harakati degandek cho qatma-qat siyosiy bisimlar ichida yashayot qoldi. To'g'ri. Haqiqatan shu, yani siz degandek bir nafas og'udak darajada bir imkoniyat qoldirmoqlik. Shu 18 yilning ichidan qarasamasan, shu davlatning atalmış qo'sh til siyosati haqida o'qituvchilarning ichidan bo'lsin, elib berilayotgan bir o'zining fikrini bildirganlarmi bevosita jinoyatchi qatoriga so'labdi. Doirasiga olib tushib, hukumatning siyosatlari shu davlatning tilini ilgari surish nimasiga uni buni deganlar debdi ochiq oshkora. Siyosatni eleştirib ayıplaganlar u bu degandek hammasi kirib ketgan gapim. Yani xalqni mayli o'qituvchi bo'lsin, odatdagi normal xizmat tunugunda oldim, yaqinda vatandan chiqqan bir qarindishimizdan. Yani bu xalqni sizda aytganda hech qanday bir boshqa bir narsani o'ylatqizmaslik uchun men hayron qoldim. Bu deganda bir kun ham normalda uyga kirib, uyning ichida tozalik tekshirish nomida tekshirayotgancha ham hozir. Chat xotandek bir yaldimi kirib, o'zining rasmi jarimani to'laganligini dedim. Qachon tamoqni yeb bo'lib, qachon akşam keçip bir ishga adam bir mehmon kelib qoldi uyga deylar. Mehmon chaqirishga ruxsat bilanki hozir hamda izin bilan. Qachon jumay qilib ketganimda. Jumay qachon jumay oshxona vaqtisiz qo'ygan bir to'rtta qachon ko'rib, shu qachon jumapsan deb 200 so'm jarimani og'irligini. Bir kuni, ya'ni boshqa bir kunsa, munchini tozaligi yaxshi bo'lmabdi deb munchiga tekshirib ham xalqning uyi ham o'ylsam. Aşağıdan tatip amda şu aynekte aşının nimasini o'tmasa, yani hiçbir şekilde başka narsani o'ylaydigan bu xalqni beka qo'ymaslik uchun damda. Qattiq beka qilmaslik kerak. Chuqur bir ishdan o'tganda bir siyosatni chiqarganda butunlay aşağı qilish nimasini amaldan qoldirdik, hech kim bo'lgan. Bu gap hammasi quruq gap deydi. Bu rasmiy ijro qilindi, mesela yangi chiqqan bo'lgan ekan so'rdimda. Aşna desem bu quruq gap bu. Hatta shu xotandan qarqay uyabay tutishadigan sayliq cho'ldi. Hiçbir insan yo'q yerda ketaversan bir kun dedim başında. Qum shu cho'lam. Ya bu shaharning ichi bo'lmasa tozaliqchi bo'lganga aşağıga shu Uyg'ur xalqini aytib qo'yib, aşağıga shu yo'lning bo'yidan narsalarni elib shu xaltiq silib, yo'lning chatlariga ya kun botganini ko'rdim men dedi. Voy bu nima ish qilganini berdi. Hiçbir şekilde bir minut bekor qo'ymaslik dedi hamda. Normalde aşı xalq shaharning ichida ishlasa kunligi falan pul ishlaydi ekan hamda. Aşağıda shu yo'qlan qo'sqini aram baqilmaydigan darajada pul verdi dedi hamda. Aşında işiltib xalqni hech bir şekilde bekor qo'ymaslik uchun mendan faoliyatni elib beradi dedim. Mushundaq bir ahvolga qo'yib adam bu narsalarni desa adam bir xil nurg'un xalq bir xil tushkunlik tushib qoldigan va bu nima shu kitob bu ahvolda qanday qilamiz deb masalan bir tarafdan tushkunlik beradigan bir masalamdi bu. Mushundaq nimalarga xalqimizga nimalarni deyish mumkin, qanday bir fikringiz bo'lishi mumkin. To'g'ri, endi bu siz degan o'xshash har xil shaklda xalqimizni bir minut bekor qo'ymaslik, bir minut fikr yurgizmaslik. Yana birlik hosil qilmaslik. Mesela ideya birligi deymiz, yoki fikr birligi deymiz. Xo'sh. Erkeklik barimiz yoki mesela o'zining noroziligini buncha o'zaro birlashib bir qo'saq bo'shtilik shaklida mandaq bir deyishki faqat cho'rtli yo'l qo'ymoq. Tutib ketgan inson normal nima kelmish urilib kelib qolmaydi hozir. Tutib ketilgan inson mesela ailesini tutilmagan bir inson yo'q o'xshaydi bu vatanda. Ailesini hech bo'lmasa biroz bir turmushga kirmagan inson bak oz deydimda. Ya akirib ketib qolib qolsangiz, şunun ailesi nini puldar olsun, nim olsun, berib özünün soqchi idoralar uyabed en yakın bek can dostu olmasa, nima üçün deb mi so'rayolmaydi ekanmdi. Balamni mesela balam tutib ketibsiz ya akam tutib ketibsiz, nima jinoyat o'tkazdi deganini so'ramaymiz deydimdi. Hech kim so'ramaydi deydi. Mesela nima bo'lib meni qilib qopti deb o'tkazgan jinoyat nima deganini so'rash mumkin emas. Shuni yo'l men pul xashlab ayna qilib açıqlagan gapdir. Nurg'ullarning yaqin do'sti orqali keyin nima bo'lib qolganligini bilganlar debpadi menga bu ishlarni. Normalda necha oy burun bir torbatni ichib qolganligini keyin debpaganligini dedimdi. Shu darajada inson nimishqa akirib qo'ydim men deganini so'ramasam-di. Demak nima deganda bu yerdagi zulmning naqadar
ila gibi bir qağanlığını his qilamiz. Tabii tabii. Çünki biz siz bilan biz kichik vaqtimizda madaniyat inqilobi deb keyin anladik, ammo biz madaniyat inqilobi ko'mildik. Biz tug'ilgan yillar madaniyat inqilobi oxirlashib qoldi. Demak, shu vaqtlarda shu cho'nglarning deb birishida madaniyat inqilobining naqadar bo'lganligini, tanqidlash yig'inlarining kech-kechlab ichilganligini, hattoki namoz o'qidim deb tanqidlagan, hattoki masjidlarimizni cho'shqutuniga aylantirgan, Uyg'urlarni cho'shqa boqbuzgan, har xil shakldagi zulmlarni anglagandik. Anlab yo'q, mushundami qilibdi ekan, mujublar deb shu vaqtda bilim bo'lgan. Endi bizning davrimizga kelganda buni ko'rmaymiz 21-asrda degan, ammo bizning xalqimiz, bizlar buni his qilyapmiz, xalqimiz shu buni beshini o'tkazyapti. Demak, nima deganda bu yerda Xitoy zodi bizni yo'q qilmaydi dedi. Bizning Uyg'urlarga nechqitim biz gapimizni shuni da'vatimiz suhbatlarimizda Uyg'ur xalqining hamma dushmani deb bekitib bo'ldi. E'lon bo'ldi. Faqat o'limni ijro qilish vaqtidan qoldi. Xalqimiz men mana o'qishdim. Xalqimizning hammasi kepanni kiyib bo'ldi hozir. Kepanlikni kiyib bo'ladi. Faqat shu namozni tushirish qolgan. Yetishda qoldi endi shuncha. Namozni tushirishmi, yo'l qo'ymasmi deb o'ylayapman. Chunki bular bundaq yo'qib ketgan hattoki ba'zi oilalarda shariatlar namoz o'qishga da'vo berib qolgan. Namozni uyning ichida bo'lsa ishoratlar. Demak, nima deganda bir namoz chiqsa u ortiq jazolab bir tarat ko'gini ortiq jazolab bir ishbokning tarat kashining ortiqcha jazolab bu qanday zulm endi? To'g'ri. Sening deganing qonun o'zingizning do'stingizning uyida ko'chada bir namoz o'qilmasangiz, do'st uyda namoz o'qilmasa, bilasizning uyda. Albatta bu diniy jihatga u hamda ijtimoiy munosabat jihatga siz degandek yo mehmon chaqiramisak, yo qo'shimizning uyiga kiramisak, hattoki o'zimizning uyiga kart bilan kirib-olsak, sirtdan chamda tekshirishni uyda. Normal besib kirgan bo'lsak, o'ning yil boshqa, avtomatik kechib, ammo emaski biz tekshirishni uyda kiryapmiz. Demak, nima bu yerda deganda zulmning dehshat bor. Endi bu zulm xalqimiz bilan bo'ldimi? Xalqimiz bilan bo'lishning sirti nima bo'ldi deganda, shu yerda yashayotgan tajovuzchi Xitoyning puhralarga bilib bo'ladi. Bu bizga yaxshi tarbiya bu. Demak, nima deganda Xitoyning puhralari balkim bizning Sharq Turkiston Uyg'urlar bundan qarshi chiqsa, o'chi buchi degandek olgan qo'y. Hattoki tutib ekirib ketganlarni nima uchun tutdi deyanmagan Uyg'urlarni, ammo Xitoylarcha deganda Xitoylarning normal turmushiga, normal hayotiga her bir ishning, her bir idoraning ustidagi boshliq kim u? Xitoy. Mayli sekretari bo'lsin, mayli direktori bo'lsin, mayli mas'ul bo'lsin, shunami? Hatto guruh boshlig'idan tortib hammasi Xitoy. Xitoy bo'lgandan keyin bularning mas'uliyat kimga yuklanadi deganda birinchi qo'l boshliq yuklanadi. Bu daqimi chag'andimi Xitoyning birinchi qo'llarining asosiy ko'p sonli qilib chag'an ishga ketmaydi. Chunki bularning chag'anda tuqqanlar birlashib tomoq yeydigan bir odati bor. Ama onun harcılığı bağımız bulmaydı. Toyan fendeydi bu Xitoyda. Ama onunla budaqi siyasi nimede nimdeyen getdigende birinci kol başlıktan eğer şu yerde uğrundan, şu idareden, şu mahalle olsun, yoki bo'lmasa rayon olsun, yoki bo'lmasa shahar olsun bir çatak chiqadigan bir mesele birinci kol başlıktan vazifasini elib tashlash. Birinci kol başlıktan nima elib maslahat surushtirish. Bu birinci kol başlık kim bo'lgan Xitoy bo'lgan ekan, bu yerda Xitoylarga mucho deganda qattiq besim, qattiq vahima, qattiq demlanmaydigan, uyga xotirjam ketolmaydigan, shu dekku-dekkuda yashaydigan, besim his qilgan holatlar buzilib shakllanish boshlagan. Shundan ko'p degan Xitoylar ko'ta bunda xizmatni o'zang ishladi. Tashlab berib istifa berayotganlar o'tir. Ammo Uyg'urlar, Uyg'ur kadrlar bo'lsin, Uyg'ur mesela bir xatarli idorasi ishlayotgan soqchilar bo'lsin, bular istifa degan gapni og'zidan chiqaramaydi. Agar bular undan gapni chiqarib qo'yib qolsa, udul turmaga sulaydiganligi, bularning uchun idist chataq bor deb, ularning uchun Amerikadagi turmaga sulaydigan ig'ir jazolar jazolar. Hattoki bular ayna ko'rdik. Xo'jamalardagi 7 cho'ng amaldarini Uyg'ur amaldarini elib tashlab etdi. Bular nima ish elib tashlab etdi? O'zi tayinlagan, o'zi yetishtirgan, o'zi nima qilgan? Şularım çok Xitoy işinenmedi deyik. Yüzü terbiyeligen, yüzü yetiştirgen Uygur kadrları işin çıkılanmadı deyik. Onun için nokul çelikleşti, ayakın meselesizlik kıldı. Nemi meselesizlik kıldı o? Şu Xitoy'un depegini kıvatkanı kılgan insanlar. Xitoy kılanmaydıganı kılvası. O nemi çıkar degen? Anın tüpki məqsidi, işinenmedi. Çünkü birisi Çekiye darsan nemisi yanımızı, valinin bizimisi yanımızı bizimiz degendek yukur hem de açlığın yukur emeldarlar.
Demek nima deganda bizning ishlayotgan o'zining Uyg'ur kadrligi bo'lsinmi, shu ishonch qilaman degan. Endi bu zulmni mayli bizning u yerda Sharq Turkistondagi ziyolilarimiz olsun, diniy zatlarımız olsun, şu odatdagi fuqaro, hattoki boshlang'ich maktab bolalargacha, yesli bolalargacha bunu biliglik. Ammo bu zulmga qarshi qanday shaklda ifodalashni ojiz keliklik. Vatandaşlarning nimasi inaqandi, zulm mehr. Ammo bunga nisbatan yana nima deganda bizning asosli kuch nereden keladi deganda, mushu vatan sirti muajiratga qarindoshlar bu ahvollar qartacho faal yaşayotgan devletlerde, şu devletlerin kanunlarından faydalanıp, şu zulüm içip taşlap berişte, şu zulüm ucu hareket kılışta, birleşikçe, istifaklı şekilde bir nesnenin oturup ölüp çıkış. Üyerdeki insanlardan biz onu kıl, bunu kıl diyen nimeni kütmeyin. Fakat biz sırtıdakiler, nimiş kıpır eleyimiz, biz kandak birleşip, kay şekilde bu mesele hazır bulavatkan Şarkı Türkistan'dan reallık vaziyeti karta kanday hareket ilip baralayımız. Hoş, bu zulümünü anlattık, bunu məlum şekilde oturup elip çıkıvatımız ama bu yeterlik bulavatamdı o. Zulümge karşı Şarkı Türkistan'ın sırtıdaki muhaciret Uygurlarının hareketleri yeterlik mi? Teşkilinişimiz yeterlik mi? Karşı hareketimiz yeterlik mi? Diyen sualını hemen yüzümüzü koyup baksak bunun cevabı çıkar. Tamam. Bunun cevabını, bunun teşkilinişini, bunun yolu yorukunu kandaktır bir umumi teşkilat, umumi bir dünya bir jığını içip erkilşemez. Fakat hemimiz yüzümüzden imkaniyeti gerçe. Ben şahsen, ben Nebican Allah, ben nimiş kıpır eleyim. Ben üzemini kanda özgürte eleyim. Ben üzemini kanda terbiyelep bu işqa sen de koşalayım. Diyen sonra evet üzem koşun. Ben ağzım arkalık içip taşlayıp balarsam Xitay tecavüzçülerinin zulmünü ağzım arkalık, sözler arkalık içip taşışım gerek. Yezip, hal kılalırsam, yezip kılalırsam imkaniyetim yarar. Onu kılışım gerek. Hal kılanmasak mı? Lakin bunun için tirişimiz gerek. Bu meselenin oturup gelip çıkışımız gerek. Bu mesele kandaktır teşkilatının yakımısa Dünya Uygur Kurultayının yakımız mağrib cemiyetinin anlam işemez. Bütün umumi men Şarkı Türkistan'la ben muşu vatanım Şarkı Türkistan'daki halkım için ya ki Müslüman ümmetten bir parçası olan muşu Müslümanlar için ben üzerinden bir kişilik esasını koşayım. Ben üzerinden imkaniyetini cari kıldırma deydiğin insanın hemimizin üzgüçlük imkaniyeti var deyip karayım. Ya ki ihzaki olsun, ya ki sözleşi olsun, ya ki omuz takışı olsun, ya ki omuz çok paşkılışı olsun. Bu cihette hemimiz üzgüçlük hareket kılalayız. Ama bu hareketin düşenmezlik, bu hareketin kandak kılışını bilmezlik, bunun için izlenmezlik en çok hatalarımız. Tamam. Hakikaten şu doğru ettiğiniz şu Xotan'da mesela şu 14 fevral günüsü Gumu'da yüz bergen vaqadan keyin 3 qarindoshimiz o'lib qolganligi oshkorlandi dunyoga. Onun 3 yilini Xitoy tajovuzchilari o'ldirib o'tgan bo'ldi, shahid qilgan bo'ldi. Endi bu vaqadan keyin hammamizga ma'lum, ya'ni Xitoy 16 fevral kunisi Xotan'da, 17-si Qashqarda. Qashqarda bu faoliyatning elib berilganligiga keyingi mana kelgan uchurlardan shu bir qarindishimizniki dadasini haqsiz tutib ketganligi uchun doktorxonada shu o'g'li chidamay shu yerda Xitoylarga hujum qilganlik, pichoqli hujum qilganligidan keyin tutilmay yo'qolib qochib ketgandan keyin shunday bir hamma yerda mushtot Xitoyning o'ldirilganligi voqeasi bo'lib 5 yerimdan butun Qashqardagi hamma şu günden başa onu tutanma, şu 5 yerimde bütün dükkan saray hamma narsa 5 yerimde qaydigan aslında bir ciddi holat yurgizilib ekan. Şoňa 2-3 gündeki 17-nji stajına to'g'ri keldi-de şoňa. Bu yerden bir Xotandan kendinden çoğun bir hayvi köstüş nemesi ötküzdemdi. Bunundaki tilge elingan işletilgen ibareler uçuk aşkar halatda bu halkni, yani Uygur milletine her qandygyn zady arlıqda sözlerinin arlıqda ança-munça asabiy kuchlar u deb qo'ygan bilan bu qartilib atgan düşüp ifodalanib atgan narsa hammasi, yani bütün bir xalq qartilib deyilib atgan so'zlarda hammasini tüp yıldızını yo'q emas. Bir inson hamda shu qadar bu manzilni ekranda mı chiqib turadi, mesela shu qanday ko'rib turadigan. Bu manzilni ko'rgan odam xuddi Amerika va Iroq u davlatga kirgan vaqtda, bir davlatni ishg'ol qilib kirgan vaqtida ko'radigan manzillar bilan bir atal pichoqliq voqeaga
qarata elib berayotgan narsada hamda shuni bahona qilib turib hamda bu manzilni qandoq ko'rsiz Xitoyning bu aybi ko'rsatish bu şekilde tehdit selish xarakterli faoliyatdan keyin Urumchida elib borgan. Shunda elib berib xalqning qalbiga qo'rqinch selish bilan Xitoy nima maqsad yetmoqchi yoki bo'lmasa bu Uyg'ur xalqini chiqqan maydonga bu orqali bir xil kuch ko'rsatish orqali maydonga chiqqansina shu bana sabab topolmay turgan hammani qirib tugutadigan tayyor biz hozir shunda askarlarimiz bilan tizilib turdik deb buni ko'rsatish uchun elib beryotdi yoki bu qandaq bir psixikaning kendidan bundaq bir aybi ko'rsatish nimasiga ehtiyoj qolmoqda. Men buni bunday tushunmayman-da. Avval buni temaga kirishdan burun men shu yaqinda shu 14-yilda Guma bidaylarning shu Gumada elib borgan Xitoylar o'rtoq rayonida, ya'ni bu o'ldirilishlarning hammasi yana Xitoy kadrlar. Yani şu zulümni icra kılavatkan ya şununla destek kılavatkan, şununla yardım kılavatkan asaslı planlıqçılarını. Hoş. Bularmı o bihudumda verip lan bilmeyle hücum kığa hücum emas. Evet. Hem de bu planlıq şekilde bu şeydeki Xitaylarning kılavatkan işlerimiz bilen bularmı çarlaş, tekşürüş ilip verip anındaki bu planını amelga şuğa. Evvel bu kırındaşlarımızdan Allah razı olsun deyme. Allah şehitlik mertebesini yukarıksın deyme. Muşundaq pidaylar bizden hakiki Şarkı Türkistan'ın hakiki oğlalları. Gerçi üzünden şehit olup gittiğalığını bilirdi o. Bu neticesinin netice beğenmeydiğalığını bu pidaylık hareketinin. Bunu bilirdi o. Üzünün yaş kıran hayatının ait kıymetli geldiğini bilirdi o. Ama muşunda bilişlerinin işidim yanı nime. Evvel Allah'ın rızalığını közleş. Anı dikince o Xitay tacavuzlarının heyvüsünü vuruş. Bunun olan kandan oldu diyende bu harekette de gerçek 5 Xitay'ını öldürüp 5 Xitay'ını ihriyarlar doğan bozumu bu bir Xitay'dan çözgende bütün Şarkı Türkistan'daki olandı meyli Beycan'ın öz işçi kalkan bütün Xitay'dan jürkünü bir müjdeyi yapma öyleyim. Bunun kandan oldu diyende bunun da keyinki haberlerde görüyorsunuz Xitay tacavuzlarının şu yerdeki Xitaylardan sarasını düşkendiki. Sarasını düşkendiğin ki anandikin çok bir yerdeki Xitay kadrlarını qoğdaşıqçı ayla xalq askerlerini uğurlaştı qaldı. Hoş. Bilmem ya, ularni işqi verip kelip qılıvatqan işlərdə ularni aile tavabatlarını olsun, bularni çok derhal dedik bizden şeyden teşkillenken xalq askerleri arqılıqçı bularni qoğdaşıqqa uğurlaştı qaldı. Demek nimeden diyerek görüldü degende qoqalık. Qançılık qoqavatqanlık uyanın çok vaziyetinin qançılık bir buzulğanlığının ifadesi bu. Olmasın da qılmaydı ya. Demek nima degende bu şuna qoq. Hem de bu hayvi köz serkitimi. Ben o siz degende 10 fevraldagi o balon pichoqlik hujumda doktorxonada 5 Xitoyni onun pichoqlik bo'lganisi, andan keyin ma balaninki 15 kishini Xitoyni yaralanganligi, andan keyin degende bunun tekrarını vergenken Xitoy bundan cho'chiydi. Hatta Xitoy tajovuzchilar ham emas, shu yerdagi fuqarolar bundan qichiq urgandan keyin bu 15, 16, 17, 18 bu mesela bu hayvi qilish hareketi Urumchida oldu şuna ama Qashqarda oldu. Xotan. Demek nima uchun bu rayonlarda bo'ladi? Demek bu yerda Xitoy deganda o'zining xalqini ko'nglini tinchlantirish uchun harakat qiladi. Bizning manda askarimiz sizlarni qo'lday olamiz. Biz mushunchalik qo'llarga, mushunchalik askarlarning muntazam askarimiz bor. Çünkü bizning xalqimizning qo'rqitmaydiganligini bu belli. Biz bugun emas, tuniga emas, biz 67 yil oldu. Bularga qarshi harakat qilyapmiz. Qarşılık hareketimiz 67 yildan beri bir kun to'xtab qolmadi. Demek biz bilgunimiz 10-yillarda, 14-yillarda hareketni bildik. Onundan burun zulüm to'xtamay kundan kunga yamanlashib ketdi. Nima ishga yamanlashib ketdi? Chunki yer shu Sharq Turkistonning vaziyatining jiddiy ekanligini yamanlashib ketdi. To'g'ri. Agar bu yerda insonlarimiz behud alada uxlayotgan bo'lsa, bunda harakat bo'lmaydi. Xo'sh. Demak, ayatki xalqimizning o'yg'oqligini Xitoy bildi. Xalqimizning dushmanni aniq toniganligini Xitoy bildi. Şununla Xitoy tajovuzda bundan vayimlanib, bundan qo'rqibchi. To'g'ri. Arandagi hozirgidek o'ziga hayvi ko'rsatish. U hayvini bizga emas, xalqqa ko'rsatadi. Men shunday tushunaman. Xalqning ko'nglini tishlantirish uchun, ularga bir masqalish huquqini urish uchun. Chunki Xitoy tajovuzdan u yerda Xitoy fuqarolari qochib ketsa, vatanni bir kun tutab turolmaydi.
Xitoy o'zining fuqarolarini qalqon qilish bilan bizning xalqimizni-ku, nadan insonlar xalqimizni qalqon qilish bilan vatanni tutib turadi. Agar unda bo'lmasa, vatan mushkul tutib turolmaydi. Xalqimiz-ku, hozirchu hammadan-ku dushmanni aniq tunug'ini eng muhim nuqta bu. To'g'ri. Biz chet elda tunayamayotgan dushmanni Sharq Turkiston xalqimiz aniq tunug'li. Zulmning naqadar ekanligini-ku xalqaro va bizga muhojirat Uyg'urlarga tunug'li. Uxlab yetishmay muhojiratdagilar. Ma vatanning ishida manda bo'lib turyapti. Hattoki duolarni chiqarib bizga duo solib, bir duo qilib qo'yinglar deb yo'llayapti uchurlar. Demak, xalqimiz nima bo'layotganligini bu tushunsak bo'ladi. Bo'lmasa bu yerdagi insonlarning duosiga ehtiyojli qo'lamda. Bu insonlar emas. Demak, vaziyatning naqadarligini, naqadar tayyorlik holatga kelganligini ifodasi deb tushunaman. Shuning uchun biz endi muhojiratdagi insonlar nima ish qilyapmiz, nima ish qila olamiz? Buning uchun bu masalaga qarata hattoki masjidimizni chiqdi. Buning qarata umumiylik tadbir olamidik. Tushunamizmi? Turmlarga kunni deydi ekilib bordi. Buni xalqlarga ekilanmidi. Kunni degidek zulm bo'lardi. Mayli diniy bo'lamdi, mayli siyosiy bo'lamdi, mayli iqtisodiy bo'lamdi, bizga kundiga nima bo'lardi deganda zulmlar ishib beryapti. Buni nima uchun nimaga ekilanmaymiz? Nima uchun buni eklashga tirishmaymiz? Nima uchun cho'qim birsining vasisi, birsining cho'qim bir tergi bilan chiqish emas. Avval 80% o'zimiz kuchaymiz. Andan keyin boshqa davlatlarning, boshqa tashkilotlarning, boshqa xalqlarning yordamini olamiz. Biz 80% desmini sanmay turib, 20% kuchaytirib 80%lik desmini olamiz desak, vaqtida bu suvda tutirib qolamiz. Xalqni unchalik mablag'ni sanmaydi bizga. Meni demak yo'qman. Cho'qim biz o'zimiz tayyorlikni puxta qilib, sababni yaxshi qilib, Allohga yelinib turib bu maydonga chiqamiz. Bu fidokorlikni beramiz. Fidokorlik bo'lmay turib, bedel to'lamay turibchi, bu narsa o'tir kelmaydi. Bir davlatni tutib turayotgan 80 million insonni boshqarayotgan Tayyip Erdo'g'anmi da'vatida bedel to'lamay turib biz mayaga kelmaymiz deydi. Biz davlatimiz yo'q turib, bizning hech nimamiz yo'q turib, hech qanday bir qurilma sistemimiz barpo qilmay turib biz bedel to'lamaymiz. Pakaj davlat appasi bizni Turkiyaning uchun ma'ni qilib bermaydi, ani qilib bermaydi emas. Biz Turkiya uchun nima ish qila oldik degan o'ylashimiz kerak. Tamam. Biz shu o'zimiz bedel to'lab, o'zimizcha Turkiya hukumati bilan Turkiya davlatiga yaxshi holatda yashay olganda anandan keyin xalqdan birini talab qilsak bo'ladi. Biz xalqning davlatida yashashni bilmay turib, yashashni o'rganmay turib, boshqalardan talab so'rasaqchi, boshqalar talab qo'ysak vaqtida adil bo'lmaydi, to'g'ri bo'lmaydi. Tamam. Rahmat, nayt yaxshi ish berdingiz. Ana shu bo'lib chet eldagi muhojiratdagilarning vazifasini biroz ta'kidlab o'tdingiz. Bizning oldimizda bir har birimiz yana o'zini bir so'roq tortishi, men nima ish qilyapman deyish kerak deb. Biz ham men kelayotgan bunda ancha-muncha qarindoshlarning yangidan chiqqanlar bo'lsin, shu chidamay beshidan o'tgan, o'zi bevosita yashagan holatlarni yoki tuqquniga kelgan musibatlarni maxfiy holatda ya ayrim uchur yo'llab deydi, ya bo'lmasa bir yerda ko'rishib deydimdi. Muhojiratda chiqqan qarindoshlarimizning ko'pinchisi nurg'unlari vatanda har xil 10 minglagan xilma-xil hikoyalar vardi. Chet elda Xitoyning elib berayotgan shu anglitishimiz kerak degan nuqta to'xtaldingiz ham. Nurg'unlar shu erkin dunyoga chiqib bo'libmi, yana shu vatandagilarning ahvoli bu hamdi. Qancha unni chiqarolmaydigan darajada bo'lib ketishlik hamdi. Bu chiqqandan keyin ya o'zi bevosita shu zulmlarni uchrab inson hayron qoladigan bir anglasa, u hikoyalar so'zlansa, bo'lgan hikoya deb oldim bu yerda amaliy bir ichinishlik bir nima hamdi. Bular so'zlanib, bular axborotga chiqsa, mayli dunyoning har qanday yerdagi birasi anglasa, buni ko'rsa, ya'ni haqiqatan bir Xitoyning qanday bir maxluq ekanligini echib bilish foydasi bor nurg'un hikoyalar bor, lekin so'zlanmaydi bu narsa. Yepilib qoladi nurg'unlari. Men necha kun oldi anglagan narsalar hamda insonni hamda ishongiz kelmaydigan darajada hozir burun masalan o'lim jazosi ijro qilsa, hozir so'roqdilam akil kitiblam necha kundan keyin uylikni chiqib hatto o'zi bildirmay kun betib bo'lib, uning keyinda otasi chaqirib, "Men hech kimga demaysan. Amaliy bo'g'ashni deb berdim hamda. Mushuni diyammadim sizlarga dedimdi. Desam, shu axborotga chiqib qolsa, tugun chatoq chiqarmay dedimdi. Nadiga ekanligini demayamdi. Otasi shunda esim silib, hech qanday tinmaysan deb tugitibdi.
Shunda nurg'un hikoyalar bor. Buni xalq sirtdikilar bo'lib, bu muajiratdikilar. Diyobatdagi nurg'unlar qaytmaydi ularning ko'pinchisi. Aynan turib bir xil shaklda ya ismsiz shaklda buni bundan bir ish bo'lganligini oshkorlamay, yana shu jimmitlam ishimiz selib yurishimiz. Shunga qana qaraysiz? Bu naytı bir içiniş bir ahval deb sifatlayman. Çünkü bu mening oldimga kelgan bunday masala. Abim siz degandek masala bu biz muxbirlik qilish jarayonida nurg'un kishilarni ziyorat qildik. Ovozni o'zgartirishni talab qilgan, ovozni be'maslik sharti bilan bizga bo'lgan qalikni deb bergan bunday ishlar. Endi biz xabarchilikda o'zingiz bilasiz, cho'qim uning dalil isbot bo'lishi kerak. To'g'ri. Masalan, ya u bir shahid bo'lgan insonning ovozi bo'lishi kerak. Ya bo'lmasa shunga munosabatlik shu doiradagi rayondagi kishilarning bir dalillaydigan bir isbotimiz qo'limiz bo'lishi kerak. Agar u dalillanmasa, u bizning degan bir tarafli xabarimiz u xabar kuchga ega bo'lmaydi. To'g'ri. Buning uchun biz bu tariqada ularni ovozli shaklda yoki bo'lmasa yuzini yushirgan shaklda, yani uning oshkorlab qolsa, agar uning hayotiga yoki bo'lmasa vatanlik tuqqanlarning nimasiga xavf kelib qilish aniq. Ammo biz mushu reallikdan qanday hal qilamiz bu masalani bir degan masalaga duch kelgan vaqtda mening nimamda mundaq bir nima bor. Eng muhimi, masalan, turmada bo'lib qolgan bo'lsin, masalan, rejim ostida bo'lib qolgan bo'lsin, u insonlarni oshkorlash, masalan, u insonning turmadagi hayoti va yoki rejimdagi insonning nazoratini qattiq bo'lishi yoki bo'lmasa, nimaning voqealigining o'zgarib ketishi ahvoliga qarta yomonlashib ketdi deb o'ylasakmi, ammo hozirgidek masalan bir bola ötürüyüp şey qilib nima tashlab qo'yapti. Atanızga bir ko'rsatib. Bu ulab ketgan insonlarga nisbatan buni ichib bilish, mesela şehitulab ketgan nurg'un qarindoshlarimiz bor. Ularning ismi, nada bo'lgan, qanday bo'lgan, hatto ularning bo'lsa rasmi, shunami? Bu shakldagi axborotlari aniq bo'lishi kerak deb o'ylayman. Chunki bu insonlar ham u yerda zulm uchirmaydi, ham bu yerga saqlanib chiqib olgan shunday turish bo'lishlar ya urug' tuqqanlar bo'lsin, buni ichib berish kerak. Eğer iç verilmese, vatandagi vaziyatni Xitoy hozir har tarafli bu uchurni qamal qiladilar. Mayli internetdan qaysi ahvolga kelganligini aniq bilamiz. Undidorlarimizning qaysi ahvoldaligini buni bilamiz. Bu xil vaziyatda Xitoy bunda qamal qilayotgan vaziyatda hattoki chet el muxbirlarini kirgizish imkoniyatimiz ham yo'q. U yana muxbirlarimiz yaratilish imkoniyati yo'q. Bu xil shaklda bizning shu yerga chiqqan shohidlarimiz orqali bu uchurlarni shu yerdagi insonlarimiz buni dalillab bersa, buning xabarning rostchiligi xabarning kuchga ega bo'lishi texmo darajasi oshadi degan. Endi biz miyatga bir soqchimiz bor deb bilamchi. Patangimizning ustida bir Xitoy soqchisi bor bizning uchun. Muajiratga yashavot qilganlarning. Bu soqchi qanday qildi deganda, dema desam manda bo'lsa, anda bo'lsa debchi, bizning ro'yi Xitoyning qo'rqinch virusi deb maqom qildi. Buni gavdandigan nuqta bu. Ya'ni mushalik soqchimizni ilib tashlamasak biz hech nima sukut bilan bilib ketamiz. Urushda o'lgan yamanmi, sukut o'lgan yamanmi desa, sukut o'lgan. Bu sukut o'lganning nihoyat xatarlik ahvolga. Hozir biz bu xatarlik ahvolning darajasini nihoyat shu yo'qolib ketish ahvolidagidek bir qadam kelib qolgan bir millat biz uchun. To'g'ri. Biz shunday bir davlatning insonlar biz hozir. To'g'ri. Sharq Turkiston degan bu ismni qo'llanmayotgan ismimiz nima uchun? Mushunda xato ismda hattoki Xitoy o'zining davlat bayroqlarini, davlat kiriblarini farzandlarimizning ko'ziga niqtab tiqib uyutayotgan mushta xatarlik vaziyatda biz davlatimizni qo'yib turiblar. Shu yerdagi hozirgi shu vaziyatni aniq oshkorlab berish, shu yerga zulmni fosh qilish, buning xalqaro vaziyatda bo'lsin, mayli o'zimiz hattoki hozir ba'zi bir xabarlarni olsak, bizmi ishongimiz kelmaydi, to'g'ri qolgan qilganmiz. Biz nima deganda mushuncha darajaga kelganligini shunda şahitlarning müşahede so'zlab berishi va yoki bizga ovozli shaklda bayonot berish bilan bu masalani kun tartibga kelamiz. Endi yeshimni yo'q, hech qanday asosga tayanmay turib, u chiqqan xabarmi nimasini ishonchli darajasini yo'qotgan bo'ladi, yolg'on bo'lib qoladi. U vaqtida o xabarimiz xalqaro oldida nima bo'ladi. Shuning uchun deydiganim, mushda bo'lib bo'lganchiligini nom sharifini oshkorlamasin. Chiroyini ko'rsatmasin, ovozini o'zgartayli, bu shaklda bo'ladigan. Ammo uni bilamdi deganda keyin u hamini bilinadigan narsa. Ammo o'zi
bir hayati xavfli kelmagan ahvol ostida bexatar o'ringa chiqqandan keyin ba'zi bir narsalarni boshqarlash bu bekmo'yin deb o'ylayman. Agar bunda bo'lmay, bunda ketaversak deganda hatto o'zimiz uchun muolada vaqt uzargan sari zulmni unutib qolgan, zulmni sezmaydigan, zulmga sal qaraydigan mushunda holat shu psixikamiz yitilib qoldi. Shuning uchun mushu ba'zilarda deydi-ki, kishi zulmni anglatavergansa, adamning bo'yin tushidan xabarni izlayvergansa deganlar bormi? To'g'ri. Vaziyatimiz shu. Bizning xo'shalligimiz bor. Bizning o'zimizning psixik holatini buzg'imiz yo'q. Shu xabarni izlayotganda bizmi azoblanamiz, bizning ruhiyatimizga ta'sir bo'ladi. Ammo vaziyatimiz shu. Uni biz u xo'shallab qilmayotimiz shu zulmni, men tushungan zulmni davomli asl tutib turib, dushmanlik nemisini do'st dushmanni ayirib turadigan foydasi borda bu. Dushmanimizni maqsadimiz bu. Dushmanimiz kim bizning? Bu dunyo kafirlarda bütün dunyoning kafirlarini dushman qilib olsak bo'lmaydi. Shunday u aniq dushmanimiz, ammo navbatga oldimizga dushman. Peygamberimiz bütün kafirlardan bir vaqtda urush qilmagan. Ba'zi kafirlardan, ba'zi mushriklardan sulh tuzgan. Bu şekilde taktiki ve yollarını biz hozir holatımızga tatbiqlashak bo'ladi. Tatbiqlamay buni qilmay, bütün umumiy jihatdan atab cho'ng kategoriyaning ichiga kirib olsa, u vaqtda nishonimizni olib ketamiz. Biz dushmanni bir-birlab bosqish qilib hosil qilsak bo'ladimi? Oldimizda hozir zulmni kim yaratib atadi bizga? Kim yaratibmiz? Kim qilib atadi? Xalqimizning ahvoli qaysi holatda? Bu xalqimizning hayoti kim edi? Chuqur shu xalqning bir parchasi bo'lgan biz albatta. To'g'ri. Onun için bu şekildeki nuqtai nazarimizni to'g'ri olsak, inshaalloh to'g'ri deb qaraymiz. Ko'pdan ko'p rahmat. Nihoyat yaxshi. Rahmat sizga ziyoratimiz qabul qilganingiz uchun. Hurmatli televideniyechilar, shuna qilib bugun vaqt e'tibori bilan mushada ochiq suhbat programmamiz mushada oxirlashtiramiz. Inshaalloh yana bir qatim suhbatni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.